Assalomu alaykum. Shunday formadagi 120 kvadrat uydaga кезектегі отопленияmiz bitdi, xudo xolasa. Uyning xazayini yo'q bo'lib qolib, o'zimiz bitirdik bunaki. Kiraverishinde bir точка. Внутренний пол двухтрубный система bo'lib qoldi bu joy. Ko'rinib o'tadi, ko'rinmaydi. Так. Cho'ng hol ekan, гостиный. Bir комната. Зал. Спальный. Ikkinchi спальный. Chaqanroq. И душевой. Bu joyga qo'yib qo'ydik. Свет yo'q ekan, ancha jarq nima qo'yadi. Так, ko'rinmay жатат. И Morusu основной şu kuxnya ekan, shul yerdan korab qilib qo'ydi, shul yerdan charib bergilay dedi, charib berdik. Kirsa ochib ketgan. Kotel o'zi podvalında, hozir podvalından tushib ko'ramiz. Shunday bo'lgan двухтрубный внутренний pol bo'lib qoldi. Shunday kuxnyasi. И podvalga bu yoqdan tushib ketadi ekan. Podvalı планировка жақсы болып тұр бұл үйдің. Погреб, кладовой. Бұл жағы да 5 оборот 150 квадрат смело статорын қойдық. 120 квадратты стата бұл жағында ешігі бар екен. Кіріп от жағы береді екен. Само собой термостаты менен насос испытание болды. Bir sira tekşerdik. Xudo xolasa ishda odat yaxshi. Shunday.